Savol. Boshqalarning zarariga bo'lsa ham, maqsadi faqat pul topish bo'lib qolgan kimsalarga qanday nasihat bergan bo'lar edingiz? Inson yirtqich hayvondan ham xatarliroqdir. Uning tug'yonkor changalining tirnoqlarini faqatgina Alloh subhanahu va taologa bo'lgan bandalik oladi. Tovuqlar. Biz bilamizki, ushbu tovuqlarni Alloh taolo inson uchun ozuqa qildi. Uning ozuqasini esa ushbu zaminda yaratdi. Uni yaratib, uning ozuqasiga ham kafil bo'ldi. Ya'ni o'z zimmasiga oldi va uni o'z holiga qo'yinglar. Men unga to'g'ri va mos keladigan hamda sizlarga ham foydasi bo'ladigan ozuqa bilan uni ta'minlayman. Sizlar esa buzg'unchilik qilishdan saqlaninglar dedi. İnsanlar Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga bo'ysunib hayot kechirgan vaqtda ish shu tarzda davom etib keldi. Ushbu go'sht insoniyat uchun zararli emas, foydali bo'lgan edi. İnsoniyat hayotining barcha doiralari xatardan xoli, saodatli bo'lgan edi. Lekin ko'pchilik insonlar shariat qonunlaridan, Allohning nasihat va buyruqlaridan uzoqlashgach, hamda ularning qalbida Allohdan qo'rqish yo'qolgach, tentaklik boshlanib, hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Kishilar orasida o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlash paydo bo'ldi. Ular nafaqat bir oy davomida foyda topish, balki ushbu foydani 10 barobar qilishni ko'zlab qoldilar. Uning yo'li qanday deysizmi? Uning yo'li shuki, ushbu tovuqlarga Alloh taolo hozirlab qo'ygan ozuqani boshqa ozuqaga almashtirishdir. Ularga o'zingiz biladigan gormonlardan iborat ozuqalar bera boshlandi. Buning natijasida ushbu hayvon 15 kun orasida tez semirib, o'zining haqiqiy vazniga nisbatan 2 barobar katta bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Oqibatda men oz vaqt ichida oshqozonimni keragidan ortiqcha narsa bilan to'ldiradigan bo'ldim. Odamlardan kim o'lsa o'ldi, kimga dard yetsa u ham dardga chalindi. Mana shu Alloh taoloning odamlar qo'llari kasb qilgan narsalar tufayli quruqlikda-yu dengizda fasod zohir bo'ldi deb aytgan so'zining ma'nosidir. Bahor faslida yurtimiz aholisi yog'moy tayyorlashni boshlagan vaqtda shimoldan ushbu shaharga olib kelinadigan ko'plab yog'lar ham paydo bo'lganini ko'rasiz. Ularning idishlari hayvon yog'lari bilan to'ldirilgan bo'ladi. Ular ushbu yog'larni haqiqiy ayblardan toza va pokiza yog'larga aralashtirish uchun olib keladilar. Bu ish Alloh azza va jallaning bayonoti tushuntirib bergan buzg'unchilik emasmi? Nazorat qani? İnsanlar tanasiga hamdardlik bildiradigan va uning joniga rahim shafqat ko'rsatadigan nazorat qayerda qoldi? Ayniqsa biz hozir kasalxonalardagi ko'plab bemorlar navbatini ko'rayotgan paytda ushbu nazoratchilar qayerga qarayapti? Alloh asrasin, bularning hammasi o'sha buzuq ozuqalarning natijasidir.